Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Nasib bo'lsa, navbatdagi mashinamiz tayyor bo'ldi. Akamiz ip bilan yopiladigan qilib bering dedilar. Bo'ldi dedim. Ip bilan bo'lsa, ip bilan, havoga ketsa havoga yopiladigan qilib beramiz dedik. Bag'ini o'zlaringiz ko'rib boraverasizlar. Nasib bo'lsa, ip bilan bo'lsa ham ip bilan qilib beramiz. Juda ham yengil qilib berdik. Bak chunki mashinani faqat mazza qilib haydashga minganlar. Yana bir marta ko'rsataman, keyin ip uzilishini ko'rsataman. Nima deyapti? Aka, endi o'z fikrlaringizni bildiring qani aka. Akalarimizni ishlariga rivoj tilayman. Normal chiqdi mana. Men o'zim xohlaganday bo'ldi. Aka, ishingizga omad. Rahmat akajon. Salomat bo'ling. Hazarg'om juma. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Like, podpiska qilish esdan chiqmasin.